Aprel oyi boshlarida bir guruh yurtdoshlarimiz Afg'onistonning Hirot shahrida bo'lib, Hazrat Mir Alisher Navoiy bobomizning qabrlarini ziyorat qilib qaytishdi. Safar taassurotlarini bilish uchun iste'dodli san'atkor, milliy maqomlarimiz ijrochisi Nihol mukofoti sohibi Ilyosbek Arabovni taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Boshlandimi? Boshlanib bo'ldi. Taassurotlar juda ham katta. Menga savol beryaptilar. Siz gapiryapsiz, Ilyos aka menga savol beryaptilar. Sezib turibman. Boshlandi deyapman. Boshlandi. Taassurotlaringiz mana endi jonli efirda o'rtoqlashsangiz bo'ladi. Yo'l charchoqlari chiqdimi aka? Albatta, bizga shu Hazrat Navoiy. Sizda bir yo'l charchog'i borga o'xshayapti-da. Yo'q, endi charchoq 7-aprel kuni shunaqangi bir tashabbus bilan borib keldik. Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston madaniyat vazirligi, qolaversa yozuvchilar uyushmasi, Alisher Navoiydagi asosiy tashkilotchi kim edi? Asosiy tashkilotchi endi shu O'zbekiston delegatsiyasi borishi kerak edi va biz ham o'sha delegatsiyada qo'shilganimdan juda ham mamnunman. Bir qator olimlar, bir qator Navoiyshunoslar, adabiyotshunoslar bilan birga borib kelish nasib qildi. Hazrat Mir Alisher Navoiyning qabrlarini ziyorat qildik. Undan tashqari juda ham bir katta konferensiya o'tkazildi. Bu konferensiyada o'sha Hazrat Mir Alisher Navoiyning 580-yilliklariga bag'ishlangan o'sha juda katta anjuman bo'ldi. O'sha Afg'oniston rahbari ham o'sha ishtirok etib, o'zlarining ma'ruzalari bilan o'sha O'zbekistondan borgan bir qator mehmonlarni tabriklab, tashakkurlar bildirildi. Qolaversa O'zbekiston juda ham bir katta sovg'a qildi. Bu o'sha hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan tashabbuslari bilan o'sha Afg'onistonga eski o'zbek yozuvida Hamsani o'sha yozilgan yangi nashri taqdim etildi. Bu nashr o'sha Shuhrat aka tomonlaridan nashr qilingan va o'sha boshlanishda o'sha prezidentimizni so'zlari bilan boshlangan bu kitob. Juda ham bir katta nima deydi uni hayajon bilan kutib olishdi. Va biz o'sha yerda chiqib ishtirok etdik. Keyin masalan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganmiz, endi guvoh bo'lganmiz Ilyos aka, o'sha muqaddas qadamjoq deymizmi, ziyoratgoh deymizmi, o'sha atroflarni bir qaraganda ko'ngilni xira qiladigan darajada qarovsiz qolganligini eshitganmiz, ko'rganmiz. Mana siz borib ko'rib keldingiz. Endi qanaqa ekan? Haqiqatan ham oldin shunaqa bo'lgan, o'sha qarovsiz holatda bo'lgan, lekin hozir o'sha O'zbekistonning tashabbusi bilan, qolaversa o'sha Hirot hokimligining tashabbusi bilan mana shu maqbaralar qurilgan. Maqbaralardan tashqari qabr toshlari juda ham bir go'zal tarzda hurmat bajo keltirib qo'yilgan. Endi shu olimlarimiz bilan borganimizda shunaqangi ularning hayajonlarini ko'rib, men ham haqiqatan ham hayajonga tushdim. Chunki ustozlarimiz yetmagan bu yerlarga, orzu qilishgan deyishdi-da. O'shanga hozir nima deydi uni? Juda ham baxtli insonlardan biri hisoblayman. Necha kun bo'ldingiz Afg'onistonda? Afg'onistonda bir necha soat bo'ldik, xolos. Lekin taassurotlar juda katta. Albatta ertalab uchib bordik va kechki payt yana qaytib keldik. O'sha maxsus samolyotlarda olib kelishdi. Juda ham bir nima deydi uni? Katta hayajon bilan borib keldik hammamiz ustozlar. O'sha hayajon hali ham sizni tark etmabdi lekin. Albatta. O'sha konferensiya bo'ldi deysiz-a? Konferensiya bo'ldi o'sha 580 yilliklariga bag'ishlangan tavallud. Endi siz menimcha bir Navoiyning g'azali bilan bir katta bir ashula kuylagan bo'lsangiz kerak edi. Mana ko'rib turibmiz ekranda hozir. Ana. Shuni hozir jonli eshitishimiz iloji bormi? Albatta harakat qilib beraman. Bu Sharif Akromov musiqasi Hazrat Mir Alisher Navoiy g'azallari bilan aytiladigan qomatli ashulasini juda ko'p ijro qilganman va u yerda ham shu ashulani so'rashdi, ijro qilib bering deb. Undan tashqari o'zimni ham rejamda bor edi va o'shani ijro qilib berdim. Hozir qiynab qo'ymaymizmi? Yo'q. Marhamat aka. Gülşen içre cilve-i naz etse cana komati. Gülşen içre cilve-i naz etse cana komati.
tuproq ulg'ay soyadek sarvi xiromon qomati tuproq ulg'ay soyadek sarvi xiromon qomati Nazanın kaddiye, tirikliye, gülşaniniye nağlıdır. Sarıtı bilsin gülmek niye, na imkan komatiyen. Sarıtı bilsin gülmek niye, na imkan komatiyen. وصل شوقي روشن ذي پرتوی رخسار دیم yok acadisem yürür şami şabistan komati Ey navayen kovlar kadir da yoktur etdal Nege okşar sarıdım hindu Rabinsan kavmatiyen Nege okşar sarıdım Rağ insan Yashang aka, yashang. Ertalabdan ochiq agar bunaqaligini bilganimda so'ramagan bo'lardim. Niyos aka boshqa bir yengilroq ashula aytib bering derdim. Albatta baland pardalarda aytiladi bu ashula. Ertalabdan qiyin endi. Lekin hech sizda sezilmadi. Uxlamagan bo'lsalar kerak deb o'yladim. Peshonadan terchib ketdi, Yo'q, qarang. bu kirishib ketgandi. Kirishib ketgan, lekin menga sezildi. Sezildi, lekin menga sezilmadi. Albatta bu ovozda uyg'onish uchun asosan ashulachilar 10dan keyin ashula aytadi-da. 10-11dan keyin ovoz uyg'ongandan butun organizm uyg'ongandan keyin aytadi. Lekin men siz endi bugun uyg'otib keldingiz, Miromal. Bugun Harakat jonli qildim, efirimiz qilgancha. bor-dimi? Ilyos aka kattakon rahmat. Shunchalik kelganingiz uchun rahmat, chiroyli suhbat uchun, mana shunday bir go'zal ashula uchun, go'zal bir xonish uchun sizga kattakon rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Va tomoshabinlarimizga ham biz bugungi ko'rsatuvdan agarda bir o'zlariga ko'tarinki kayfiyat olishgan bo'lsa, mana shu kayfiyat kun davomida hamroh bo'lib qolishini tilaymiz. Azizlar, har doimgidek sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling deymiz. Yana ekran orqali dasturimizda ko'rishguncha azizlar. Xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xayr.